Agar siz bu xildagi Wensdan tayyorlashni o'rganib olib, Wensdanxon ichib olsangiz, pul topolmaslikqa hech qanday ma'no sabab ko'rsata olmaysiz. Bu filmni izlaganda topolmay qolmasligingiz uchun yo'l to'z yurak belgisini besib saqlab oling. Tayyorlash usuli bo'lsa shunchalik oddiy, siz bir qatim ko'rish orqali o'rganib olasizgini boshlab o'tdik. Oldi bilan 2 gram kalgoshni yumshoq chanib olamiz. Dupu bilan mo'gonimi suratdagidek to'g'ri olib, pintozni qaynoq suvga chilab yumshatib olib, yubazay, so'ngpiyoz, zanjil, samsaq, oshko'kni suratda ko'rsatilgandek to'g'rab tayyor qilib olib, yumshatib olgan go'shtga bir dona tuxum, so'ngpiyoz, zanjilni silib, tamqurishlardan muvofiq miqdorda tuz, oqmosh, kavocindalqini zira, qo'noq kraxmaldan 3 qo'shiq silib, bakaroq aralashtirib qiymasini tayyor qilib olamiz. Kraxmal yo'q yerda oqun ishlasangizmi bo'ladi. Oshxona va oilalarga mos keladigan xushpuroq Taambag markasidagi zarang yog'idan qozon qo'yib, yog' normal qizg'anda tayyor qilib olgan qiymini qo'l bilan siqib chiqarib, qo'shiq bilan ilib elib, yoqqa bir taldan ayirib silib, so'zlabmi mushar keldik. Sizlarmi meni rag'batlantirish yusin yurak belgisini besib, jaqaroq gul at qo'shonlarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Vanzni normal qizg'an mayda qizartib, pishirib, suzib elib, qozonga qaytin yarim cho'mich yog' qo'yib, to'ralgan so'ngpiyoz, zanjil, oilda ishlaydigan lojangdan bir qo'sh silib, aralashtirib, xushpuroq chiqqanda chilashqiday so'qib qaynaganda vanza tayyor qilib olgan mogo, dupu, pintozni silib, muvofiq miqdorda tuz, manki Osmanjon Zagir uzam tanishgan vanzdan xurchini yarim qo'shiq, ya'ni oqmoshdan yarim qo'shiq silib, aralashtirib qaynaganda yubasay, samsaq, och suvdan bir oz qo'yib, ta'min tanishab, tanqachsiq usub tayyorlasak bo'ladi. Har qaysi shahar noiyalardan Taambag markasidagi zarang yig'iga vakolatchi qabul qilamiz. Aloqa qilish nomer 178 840 86 780.